Assalomu alaykum ahli gruppa. Hop, bu jannat uylarida xudo xolasa bittaga qoldi, mana ustakamni bittaga qoldi. Mana shu yerga kirish joyiga 62 kvadrat ekanda. O'xshay. Mana shu yerga 6 ta xonadonimiz bor, konditsioner qo'yishimiz kerakda. Homiylar bo'lsa, qo'ldan imkoniyati borlar bo'lsa, xo'p, bersalaringiz ustanovka qilib berardik. Yerga yaxshi bo'lib qolardi va koridorimiz sal erta sovuqlarda qiynalmasdi. 65-70 kvadrat ekan uy xonadonimizda. O'sha obyomi. Mana shu koridordan kirgan joyga 18 ta konditsioner kerak, 6 ta. Ikkida fikrlash bor, uchda fikrlash bor. Harakat qilinglar, uchda fikrlashga qarating. Mana ikkida fikrlash nima degani? Ikkida fikrlash degani mana kalkulyator bor, to'g'rimi? 100 minus 30 kalkulyator nechida hisoblaydi? 70. To'g'rimi? Noto'g'ri. Bo'lishi mumkin. Nimaga? 100 so'm pul topdinglar. 30 so'mni xayriyaga ishlatdinglar. Ehson. Alloh nima deb va'da qilgan ehsonni? Nech barobar? 10 barobardan 700 barobargacha deb bu hadisda emas, Qur'onda keltirilgan narsa. Minimalni olamiz. 10 barobar oshirib beradi. 310 barobar 30 barobar qancha bo'ladi? Qarang. 300 plus mana 70 mi? Necha bo'lyapti? 370. Qaranglar. 100 minus 30 370. Qiziqmi?